Assalomu alaykum, yangi obyektimiz Chilonzor rayonida joylashgan metro Navza orientir uy novostroykamiz terrasali. Umumiy maydon 155 kvadratli metr, 5 xonali uyimiz. Xo'p, bu yog'ida kirishimiz juda ham remontli, sifatli qilingan, 10-qavatda joylashgan. Bu yog'ida общий sanuzel, dushovni qo'yilgan. Hamma xonalari полноценный, hech qanaqa studiya emas. Bemalol katta oilaga, 4-5 ta farzandli kelin tushirganlarga hammaga unaqa uylar mos tushadi. Bu yog'ida bizda детский, alohida bitta spalni krevat. Kafel bor joylarda теплый pol qilingan. Faqat master spalnyada, детский spalnyada radiatorlar qo'yilgan. Siz bilasiz, spalnaga qo'yilmaydi. Har xonada konditsionerlar bor, faqat детскийlarda yo'q. Bu yoqda bizda oshxonamiz panoramno oynali qilingan. Вообще двусторонний kvartiramiz bemalol ochib, konditsioner ham kerak emas yozda, shundoq havo aylanadi. Remontlari premium class, polni texnikalari Hoffman. Ko'rishingiz mumkin. Niyat qilganlarga hammaga uylar nasib qilsin. Bemalol mamta oila bilan mazza qilib, har kuni choy ichib, nonushta qilib, ovqatlanib, bu vidlarini qaranglar. Va shu zo'rligini, mana G'afur G'ulom park yonimizda, shundoq pishqon ham chiqsangiz bo'ladi. Mamta qaranglar. Zimniy, letniy oshxonamiz nima deyapti? Bu yog'ida barbekyu bemalol idealni tortadi. Anaqalarni tutlarni xullas tushungansizlar, shashlik qilganda anaqalari chiqib ketadi-yu. Xo'p, bu yoqda shunaqa chiroyli vidlari, panoramni ikki tomondan ham ochiladi. Reshotkalar безопасность uchun qilingan. Kechasi vashi bomba atmosfera bo'ladi. Bemalol даже mehmon kelsalar ham zalda erkak kishilar, ayol kishi mamta ham o'tirsa bo'ladi. Ikki tomondan kirish chiqish zalimiz, oshxonadan kirsan ham bo'ladi va sentralniy eshigimizdan kirsak bo'ladi. Bu yog'ida bizda zal, 8 personli stol qo'yilgan. Со вкусом qilingan. Hozir bu rinkada, bozorda 5 xonali arzon uy bo'lyapti. Narxlarni oxirgi video aytaman. Bu yog'ida детский, ikkita krevat qo'yilgan. Bemalol farzandli ko'pligiga вообще juda ham zo'r. Va yana 3-deskimiz, bu вообще katta полуторка spalni qo'yilgan. Mana ikkita qiz bo'lsa, вообще men alohida katta krevatlar, потолок shkaflar qilingan, kupe, burchakda oyna, со вкусом рабочий stol mana. Selfie qiladigan joylar ham bor, oynalarni shundoq chiroyli selfie qilib Instagramga qo'ysa bo'ladi. Va endi oxirgi 5-xonamiz bu master spalnya, родительский xonamiz. Polni dekorga uchun, parfyumeriya uchun alohida anaqa podsvetkali qilingan. Mana bitta shkaf, ikki tomondan ham shkaf. Bu yoqda endi bo'yadigan joyimiz. Mana 5 xona, ikkita sanuzel, terrasa, endi ikkita pashcha oshxona, zimniy, letniy. Endi shundoq ochib, mazza qilib, manzaraga tomosha qilib, nima deysizlar? Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin, ilohim. Полный заселенный dom, hech qanaqa korobka uylar bu yerda yo'q, hech qanaqa remontlar dirda qilmaydi. Shundoq kirib yashaydigan uyimiz. Bu narximiz hozirgi kunga 225 ming, 250 ming edi. Narxlarni tushirib, mana srochniy sotilyapti. Bu domda bitta bu uy sotilyapti, boshqa uylar yo'q. Ma'lumot uchun 90 349 64 00 Realtor Sabina. Xayr, salomat bo'ling. Shoshib qo'yinglar. Ulgurib olinglar.